Orzularimizga, maqsadlarimizga erishish uchun eng muhimi nima? Qani ko'rib chiqamiz. Bizda maqsad bor. Dahshat katta maqsad bor. Nima qilsak bunga erishamiz? Birinchisi, bizga aql muhimmi? Aql muhimmi? Ikkinchisi, tanish bilishlar muhimmi? Uchinchisi, qobiliyat muhimmi? Qobiliyat muhimmi? Universitet muhimmi? O'rtoqlar, asosiysi bular emas ekan. Emas ekan bular. Eng muhimi aytmaymi вообще-то? Ha? Qani yozinglarchi, aytma deb yozinglarchi. O'rtoqlar, eng muhimi qat'iyat ekan. Qat'iyat. Agar sizlarda qat'iyat bo'lmasa, olgan bilimimiz, olgan diplomimiz, tanish bilishlarimiz ham bir tiyin ekan. Qat'iyat bo'lsa, qolgan hammasi 100% o'xshaydi. Bosinglar, qat'iyatli bo'linglar.